Xitoy doiralari Xitoyning har qaysi joylaridan Sharqi Turkistonga elib kelingan Xitoy ko'chmanlarni igichaqisiz Uyg'ur bolalar qamalgan xitoylashtirish markazlarida ish qo'llashtirmoqda. Xitoy matbuotlarining Urumchidagi ma'rif nazoratini uchurlarini naql qilib bergan xabarga asoslanganda, Sharqi Turkistondagi atalmish yeslilarning soni 7778 ga yetgan bo'lib, oxirgi 1 yil ichida yangidan yasalgani 4408 ekan. O'qituvchi va amalli xodimlarning soni jami 92200 bo'lib, uningdan boshqa maxsus vazifalik o'qituvchi 59400 nafar ekan. Ota-onalari yig'ilish lagerlari qamalgan 100 malgan Uyg'ur farzandi atalmish yesli nomidagi xitoylashtirish markazlariga qamalmoqda. İyi Partiya Ankara millat vakili İbrahim Halil Oral, Sharqi Turkistonda necha yuz yillik tarixi bor masjidlarning chiqilganligini Turkiya Buyuk Millat Majlisida o'tirib qo'ydi. Sharqi Turkistonda nurg'unlagan masjidning turli bahonalar bilan buzg'unchilikka uchirganligi xabar to'rlari va ommaviy taratqularda xabar qilingan edi. Bo'libmi 1237-yili selangan Keriya jomasining chiqib etilganligiga doir sunniy hamroh rasmlarining o'tirg'i chiqishi diqqat tortgan edi. Turkiyaning Konya va Karaman shaharlarida Sharqi Turkiston yig'ini o'tkazildi. Sharqi Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining bosh kotibi Abdulahad Abdurahmon taklifga binoan bu yig'inlarga qatnashib, Sharqi Turkiston masalasini tunishtirdi. Şunun bilan birga G'oziantep Universiteti Xalq bilimi uyushmasining uyushtirishi bilan o'tkazilgan Sharqi Turkiston til, madaniyat, san'at va adabiyot nomli yig'inda Sharqi Turkistonning bugungi vaziyati tunishtirilishi bilan birga Uyg'ur madaniyat san'ati aslab o'tildi. Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong-un Koreya yarim orolidagi bexatarlikning butunlay Washington doiralarining kelgusidagi pozitsiyasiga bog'liq ekanligini aytdi. Shimoliy Koreya xabar agentligining xabar qilishicha, Kim Jong-un Amerika bilan ilib berayotgan yadro suhbatlari haqida to'xtalib, har turli vaziyatga tayyor ekanligini bildirgan. Hamda Koreya yarim orolidagi tinchlik va bexatarlikning butunlay Washington doiralarining kelgusidagi pozitsiyasiga bog'liq ekanligini aytgan. Kim Jong-un Rossiyada 3 kunlik ziyoratda bo'lib, Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ko'rishgan edi. Amerika prezidenti Donald Trump Amerikaning xalqaro qurol savdosi kelishimidan chekinib chiqadiganligini aytdi. Trump tunugun ichilgan bir yig'inda so'z qilganda, imzoyimizni qaytarib olamiz dedi. Xalqaro qurol savdosini tartibga solish uchun 1993-yilda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tomonidan o'tirg'i qo'yilgan bu kelishimga 67 davlat imzo qo'ygan edi. Sri Lanka yerlik taratqullari soqchi tarafning Sri Lankaning Ampara rayonidagi Kalmoni shahrida 3 qatim portlash yuz berganligini uqtirganligini xabar qildi. Xabar qilinishicha, soqchilar rayonda oldini olish tadbiri sifatida ko'chaga chiqish cheklamasi yo'l qo'ygan.